Assalomu alaykum elektrotexnika uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Bugungi navbatdagi suhbatimiz yana priborlar haqida bo'ladi. Bugungi priborimiz mikroohmmetr F415. Bu priborimiz kontaktor vyuklyatorlarni o'tkazuvchan qarshiligini o'lchash uchun moslashtirilgan. Mikroohmda o'lchaydi. Hozir biz vakuumli kontaktorimizni o'tkazuvchan qarshiliklarni o'lchaymiz. Buning uchun o'ziga xos ikkita bunday dastagimiz bor. O'sha dastagimizni tekkizamiz. Mana faza A. Faza A. Mana 60 mikroohm. Endi faza B. Faza B. Mana bu ham 70 mikroohm va faza C'miz bu ham 60 mikroohm. 60 mikroohm bu juda kichkina qarshilik, ya'ni kontaktorimizning o'tkazuvchanligi juda yaxshi. 60-70 mikroohmda tok juda yaxshi o'tadi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling va izohlar yozib qoldiring.